Hammaga salom do'stlar, mening ismim Alan va yangi videoga xush kelibsizlar. Tak, ana yana kim bo'ldi o'yin orqasida o'tirib olgan Rizel tushunmadim. Hoy, sen yana kimsan? Sandiqlar qo'yib qo'yganmi? Tak. Stop, meni mashinam qani? Jidursin, mashinam qo'y bo'ldi. Yo, tak, sekin. Mashinani topmasa bo'lmaydi. Qanaqasiga qo'y bo'lgan bo'lishi mumkin? Meni qimmat mashinam. Yo'q. Men hech qanday bo'lganini qaytib sotib ola olmayman. Bunaqasi faqat dunyoda bitta edi. Pullarim joyida, hamma narsa bu nima bo'lgani? Hamma narsa joyida, lekin bitta mashinani o'g'irlab ketgan kim bo'lsa ham. Tak, politsiyaga qo'ng'iroq qilish kerak, xo'sh. Allo, politsiya. Ha, eshitamiz. Qishloqqa tezroq kelinglar. Meni uyim 26-raqam ostida. Meni garajimdan mashinamni kunduzimi bilmadim, kechasimi o'g'irlab ketishgan. Aha, yozib oldik raqamingizni. Hozir qaytib qo'ng'iroq qilamiz, odamga boramiz. Aha, tezroq faqat. Chinursan, qanday bunday bo'lishi mumkin edi? Aqlga sig'maydi. Bu yana kim bo'ldi? Hoy, sen kimsan? O'zingchi. Xo'sh, 50 nima? Bu qanaqangi sandiqlar? Ishing bo'lmasin, ukam, sotib olsang bilasan. Sotib olsam bilaman. Nima? O'zing ko'r, narxlari yomon emas. 50, 500 va 5000. Sen aqlda o'zgamsan? Sandiqni shuncha pulga sotyapsanmi? Yo'q, sandiqning ichidagi narsalar. Ichidagi hech bo'lmasa ko'rsam bo'ladimi? Yo'q, faqat ko'rib olsang. Bu xuddiki Lucky Blockka o'xshaydi, faqatgina zo'rroq. Ko'ramiz, kim sotib olar ekan buni? Ahmoqona bloklarini Lucky Block deydimi? Tushunursan. Kimga kerak Lucky Block 2026-yilda aqldan olish mumkin? Hali ham shu eski trendlarning orqasidan yurishibdi, lekin rost bo'lsa-chi, ichida qiziq narsa chiqsa-chi. Sekin rostdan Lucky Blockka o'xshamaydi sandiqlar. Qanaqadir mystery box. Xo'sh, endi menga qiziq bo'lyapti, ichida bor ekan, chunki men juda ham yoqtiraman har xil shunaqangi tushunarsiz narsalarni sotib olishni. Shunday qilib mashinamni topganman. Xo'sh, balki sotib olsamkina, politsiya qaytib qo'ng'iroq qilguncha hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham vaqtim ketardi, chunki hozir shunchaki o'tirsam ichim qizib ketishi aniq, chunki mashinamni topmasa bo'lmaydi. Mayli, hozir sotib olib ko'ramiz qani nimalar bor ekan uni ichida. Lekin mashinamni kim olib ketgan bo'lishi mumkin? Meni jonajon aziz qadrdon mashinamni. Axir men uni juda ham qattiq yaxshi ko'rar edim. Qancha pul tiqqandim uni krutoy qilish uchun. Mayli, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir men ana u Jisl yoniga bormayman, chunki mevalari menga yoqmadi. Menga boshqa narsa kerak. Jisl nimaga yig'layapsan? Narsalarimni o'g'irlashdi. Yomon bo'libdi. Masalan, meni mashinamni olib ketishdi. Tak. Janob mer, sizni qishlog'ingizda yomon ishlar bo'lyapti. Meni mashinamni o'g'irlashdi. Ana u yerda Jisl yig'lab o'tiribdi. Politsiya chaqirdim. Narsalarni ham o'g'irlab ketishgan. Menikini ham. Jisl, ehtiyot bo'l, bardam bo'l. Umid qilamanki topishadi narsalaringni. Topilmasa kerak. Mayli. Mebellarmidi? Seni tanib qolgandim. Axir men ham mebel sotib olganimda 1-2 marta yonimga kelgan edi. Chiroyli qimmat oqlardan sotib oladi. Men unaqangi qimmat mebel sotib olmayman, chunki baribir bu uylarni sotib yuboraman. Xo'sh, mayli, nima bo'lsa bo'ldi, ola qolaman. Narsa, lekin olmasamkina 50, 500, 5000. Mayli, 50ligini ochib ko'raychi. Agarda yaxshi narsa bo'lsa, mayli, yaxshi bo'lmasa ko'ramizda. Xo'sh, mana shunchasi yetadi. Qani ketdik ko'raylikchi. Yo'q, 50, 500. Tushunursan. Xo'sh, Jetel, mana olishing mumkin 50. Keyin zdachasini berasan. Albatta qaytib beraman. Yomon emas, ancha-muncha narsa chiqdi. Men senga nima degandim, ukam? Hozir ko'ramiz. Qani yaxshi narsamikan? O'zi ko'ppala narsa bo'lishi ham mumkin, lekin foydali yoki yaxshi bo'lishini bilmadim. O'zing sinab ko'r. Tak, bu nima? Sushi yeydigan kichkinagina xon taxtacha? Shunaqa. Menga mosam tushmas ekan. Nima ham qilardik? Borga, rahmat de, shukr qil. Xo'p, mayli. Oppa. Bu fonar buncha katta. Yo'q, meni yarmimdan ham katta-ku. Endi suvenirda. Akkumulyatorning kattaligichi. Bu KAMAZniki, shunga katta. KAMAZnikini akkumulyatorni qayerdan topib kelding? Bilmasam. Bunisiga nima deysan? Bunisiga bilmadim, yoqdimi? Jisl, men buni nima qilaman? Sotib olding-ku $50. Bu yerda sho'rvalar ham turibdi. Achib qolganmi? Svejiy. Rostdan svejiy ekan. Tak, bunisi qayerdan oldim? Yo'q, baribir yemagan bo'lardim. Bu nima? Bu tez sotib olsa bo'ladigan narsa. Tez sotib olsa, mana shu yerdan chiqarib beradi. Qoyil va supurgi kerak bo'lishi mumkin. Xo'sh. Hojatxona qog'ozi, bu ham mayli, foydali. Ehtiyot bo'ling, ishlatilgan bo'lib chiqmasin, arzon-ku. Umid qilaman, ishlatilgan bo'lib chiqmaydi. Tak, skameyka mana bu yerda turgani ma'qul. Mana bu boshqa gap. Mana bu menga yoqdi. Mana bunday dam olib, orom olsam bo'ladi va uyni ustiga ham $1000 qo'shsam bo'ladi. Tak, mayli, tualetni bo'lmaga kerak bo'ladi. Shar. Nima qizil bo'lsa edi, ano bo'lardim. Shundoq ham basharing bo'lib yotibdi, nima qilasan yana? Xo'sh, mana bu bo'lmagani olib qo'ygan ma'qul, chunki bizni vaqtlarda kerak bo'ladi. Tak, mana bu yerga chinosiz joy qolmabdi-ku. Xo'sh, mana bu yerda yana qo'shimcha narsalar bor, shularni ham hozir ko'ramiz. Qani nimalar ekan bular? Archa.
rostdan ham. Tak, bu kimning haydovchilik guvohnomasi? Bilmadim, monopoliya o'ynaydigan haydovchilik guvohnomasi ishlatilmaydi. Okey. Bu yerda esa shunchaki O'rmonga chiqsang kerak bo'ladi, ukam. Yo, ha mayli, bunisi-chi? Bu kichkina qozon. Kichkina qozon, ikkita qozonni nima qilaman? O'rmonga chiqsang deyapman-ku. Bu-chi? Bu orqasidan ko'rinmaydigan deraza. Orqasidan ko'rinmaydigan derazani nima qilaman? Ukam, aqlingga balli. Masalan, hojatxonaga qo'ysang bo'ladi, hech kim ko'rmaydi nimalar qilayotganingni o'tirib olib. Okey, mayli, o'ylab ko'raman. Tak, bu esa lyuk. Ha, Mana bu foydalikka o'xshayapti. Yomon emas. Mana buni olib qolish mumkin. Masalan, shunday qo'yib, toshli joydan bunker qurib olsa bo'ladi. shuda bitta shuning narsaga aqling yetib shunga ham rahmat. Tak, bo'ldi, tushib oldim. Semirib ketgansan, ukam, ozgina bo'lsa ham, ozmasang bo'lmaydi shekilli. Menda dorilar bor, xohlaysanmi? Kerak emas. Tak, mayli. 500 ligini ochishga tayyorman. Yo'q, shunday katta riskka borasanmi? Albatta, risk qilmagan skrutoy narsalar yutib bo'lmaydi va bu yerda yomon emas, qanaqadir Jiguli. Qoyil. Qani, hozir buni afsuski o'zimning Jigulim yo'qolibdi. Mana buni olib tashlasa bo'larmikan? Bo'lmasa kerak. Mayli, keyin ko'ramiz. Uni tortish kerak arava qilib. Vau, axir bu kinodagi-ku. Arava hovlovchilarniki. Qoyil, Jiguli qayerdan topib kelding buni? O'zimni bog'ini so'rama, ukam. Mayli. Yomon emas. Buni haydasa bo'ladimi? O'zing ko'r, jin ursin bu yerda. Yo, ruhlarni tutigan ham bor ekan-ku. Da. Qoyil, ishlaydimi o'zi? Bilmadim endi uni. Mayli. O'zi Xitoydan kelgan original Yevropaniki. Xitoydan kelgan original Yevropaniki. Da. Qoyil, gap bo'lishi mumkin emas, lekin menga yoqyapti. Sirenasi ham ko'zingning rangiga mos, shunaqangi ola bila. Qoyil, yurar ekan ham. Albatta, men hech qachon tufta tovar sotmayman. Senga aytibman-ku, Yevropaniki original, faqat Xitoydan kelgan. Qoyil, mayli, menga yoqdi. Olib qolasanmi? Albatta olib qolaman. 500 to'ladim-ku. Yomon emas, haydasa bo'ladi. Faqatgina gay ushlaydigan bo'lsa tepaga nima bu pulemyot qo'yib olganmisan deb spetsnaz chaqirishlari mumkin, lekin mayli, keyinchalik olib tashlayman. Oddiy Jiguli sifatida chiroyli, yoqdi, menga yoqdi, lekin garajimga sig'masa kerak. Mana bu ustidagi priborlari bilan. Tak, hozir yoniga qaytib boramiz. Nima qilyapsan? Hozir tiqilib qolasan-ku. Sekin rostdan ham tiqilib qoldim. Men senga nima degandim? Bo'ldi, hozir chiqishga harakat qilaman. Seni o'zi haydovchilik guvohnomang bormi? Bor albatta. Qani ko'rsatchi. $100 kupyurani ko'rganmisiz? Ana o'sha meni haydovchilik guvohnomam va umuman hamma narsaga guvohnomam o'sha bo'ladi. Tushunarli. Tak, mayli, endi qolganini ham sotib olishga tayyorman. 5 minglikni-ya. $5000 sandiqni sotib olaman. Davay, qani ko'ramiz, duxing yetarmikan, ukam. Tushunursan, buncha ukam deyaveradi. Xo'sh, mana bu tak 5000 qilib olish kerak. Mana bunday qilamiz va yana ozgina hisob kitob qiladigan bo'lsak, tushunarli. Mana buni qo'shamiz va bo'ldi, bizda 5000 bor. Mayli. Tak, jitel mana olib keldim 5000 ni. Qoyil. Kuching yetar ekan, tortishga. Yetadi. Tak. Endi buni olaylik. Nima? Kod qo'yilgan? Topchi kodini. Qanaqa kod topish? Davay. Mayli, 1488. 1488. Tak, o'rinda qolibdi-ku. Jitel, bularni qayerdan olganingni sir bo'lmasa aytarsan. Ukam, o'zimni bo'ldi, tushundim. Yomon emas, yoqayapti menga. Ishlaydi o'zi, sen xavotir olma, qo'yib ko'rgan aviaslarni. Glушитель. Sen menga qaratmada unday, uzr. Tak, qani biror yerga o'tib ko'raychi. Umuman ovozi chiqmaydi. Eng zo'ri original harbiylarniki. Ko'ryapman. Xitoydan kelgandir bilam. Bunisi endi Yevropadan kelgan R-System 15. R-System 15? M4 yozilgan-ku. Endi men qurollarni uncha tushunmayman. Sen PUBG'lar o'ynagan bo'lsang, tushunishing mumkin. Yo'q, o'ynamaganman. Faqatgina KS2 o'ynaganman. Birinchi marta eshitishim. Yomon emas, menga yoqyapti. Senga o'zi hammasi yoqdi. 50 dan 5000 gacha. Shuda kruto ekan sandiqlaring. Yana qachon kelasan qishloqqa? Istalgan vaqting, qachon puling bo'ladi? Pul любой vaqti bo'ladi. Sen kelaver, menga yoqdi. Shu sandiqlaringni ochib videolar olaman. Videolar? Qoyil, odamlaring ko'rib keyin mendan nima olarmikin? O'ylashimcha Tak, qo'y. O'zi chiqmas ekan. Haqiqiy killerlarnikidan. John Wickni taniysanmi? Shaxsan tanimayman, lekin kinolarni ko'rganman. Xuddi o'sha John Wicknikidaqa bu. Unnikidan ham zo'r. John Wick uxlaydi buni oldida. Yo'q, Qoyil.
Так, qanday yo'lga o'taychi? Sen ehtiyot bo'lda odamlarga tegmasin yana. Tegsa ham nima bo'lardi? Baribir ovoz eshitilmaydi-ku. Qo'lingda ko'tarib yuribsan-ku. Bu to'g'ri. Mayli, unda 1-2 marta o'tay bo'lib boshqa otmayman. U yerda baribir ham axlatxona odamlar yurmaydi. Ha, bo'ldi. Menga yoqdi, zo'r. 100 marta aytayotgansanda yoqdi deb. Brat, o'zingiz aytyapsiz-ku, ukam deb. Meni gapirishimga nima deysiz? Bo'pti. Tak, hozir menda bu yerda buni olib qo'yishim kerak, chunki krutoy narsalar, tushunursan, bular menga yoqdi. Tak, san o'rindiqni hozir qo'yamiz, bu yoqqa, pistolet bu yoqqa. Bularni hali keyinchiligini yaxshilab yoshirishim kerak. Hech kim ko'rmasligi uchun, ayniqsa politsiyachilar. Tak, mana buni o'rnataychi endi ichkarisiga. Ehtiyot bo'lda, haydovchilik guvohnomang bo'lmasa yana tutib olishsa bunaqangi narsalar bilan Tutishmaydi, xavotir olma. Qishloq ichida ishlataman. bo'pti. Mayli, qishloqlik odamlar hayron qolmasin, bularni yo'qot. Xo'p.